Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish, og'riqlar va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklash, prostata shamollashini davolash va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tabiiy va kuchli tarkibga ega Vulkan bilan o'z kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hozirning o'zida kanal nomidan chiqsangiz qaynoq chegirmalar qilib berishadi. Aeroport pulkadan gapirib o'tamiz. 1-sentyabrdan muhojir yurtda yurgan vatandoshlarimizni nimalar kutmoqda? Mobilizatsiya, ya'ni bezdokument yurgan aka-ukalarimiz 1-sentyabrdan keyin urush bo'lib ketadi degan gaplar shunaqalar juda ham ko'p tarqalgan. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar, bittadan like bosib, mana shu video bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi degan savollar bor, telefon qilib so'rashadi. Video davomida sizlarga aytib o'taman. Hatman kanalimizga obuna bo'linglar, aeroportdagi holatlar, yangiliklar chiqarib boraman. Savolga keladigan bo'lsak, toshda 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi yoki qanaqadir mobilizatsiya bo'lib, bezdokumentlarni ham urushga olib ketib qolishi mumkin degan savollar juda ko'p keladi, juda ham ko'p so'rashadi. Bu hammasi gap yolg'on. Bu mobilizatsiya bo'lgan taqdirda ham kimki grajdanin Rossiya o'shalarga tegishli narsa. Agar siz grajdanin O'zbekiston, grajdanin Tojikiston bo'lsangiz, pasportingiz grajdansiz, ya'ni Rossiyaning fuqarosi bo'lsangiz, bemalol chiqib ketaverasiz oldingidek. Ehtiyot bo'lib yuringizlar bo'ldi. Bunaqa har xil mish-mishlarga, har xil xavotirlarga bormangizlar. Aeroport pulki bor. Mana shu imlan namuna kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar. Aeroportdagi holatlar, yangiliklar, aeroportdagi yangi chiqqan qonunlar hammasini chiqarib boraman. Bittadan like bo'lsa, videoni tarqatib qo'yingizlar, xavotirga bormasdan. Xo'p, akalar, ertalabdan noxush xabar. Akalar, bu videoni Moskvada Valbrestda azonda ishlab yurganlar ko'rsin. Akalar, ishiga ham, puliga ham hammasiga qo'yinglar akalar, boshqa ish topinglar. Jonni riskovat qilmanglar akalar. Ko'rib turibsizlar, mana bugun ham Valbrestga hujum bo'ldi Moskvada ertalabdan. Akalar, bu skeletlardan chiqib ketinglar iltimos. Yo uylarga ketinglar yoki boshqa ish topinglar. Hammani uyda ota-onasi kutib turibdi. Yana ba'zi birlarni ko'ryapman, shu hujumlarni videoga qo'yib tarqatyapti. Akalar, bu videolarni tarqatmanglar, qamalib yo'qib ketasizlar. Hali bu kechida Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlar nafaslarini ham o'ylab olishadi shekilli. Yana bir qonunga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. 4-avgust kuni Rossiyada 294-sonli federal qonun qabul qilindi. Yangi qonunga ko'ra, Rossiyada majburiy chiqarib yuborish, ya'ni deportatsiya qilishning 22 ta sabablari 45 tagacha oshirildi. Misol uchun, avvallari 22 ta sababga ko'ra siz deport qilishadigan bo'lsa, hozirda bu narsa 45 tagacha oshirildi. Masalan, politsiya yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qonuniy talablariga bo'ysunmaslik, mayda bezorilik, ayrim miting qoidalarini buzish va boshqa huquqbuzarliklar uchun ham chiqarib yuborish qo'llanishi mumkin. Shuningdek, migratsiya qoidalarini buzish va noqonuniy mehnat uchun ayrim jarimalar ham oshirilishi mumkin. Ushbu qoida 2026-yil 3-noyabrdan kuchga kiradi. Ushbu yangi qoida bo'yicha Telegram kanalimizda to'liq post joylaganman. Telegram kanalimizga o'tib, ushbu yangi qoida bo'yicha bemalol tanishib olishlaring mumkin bo'ladi. Reyddan qochib suvga sakragan migrantlar reyd paytida o'rmonga qochgan, devordan oshgan, butalar orasiga yashiringan muhojirlar haqida xabarlar berilgan edi. Bu safar ular tekshiruvlardan qochib to'lib toshgan, oqayotgan daryoga sakragan. Rossiyaning Blagoveshchensk shahri politsiyasi 3 nafar muhojirlarni Zeya daryosidan chiqarib olib, ularni migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Erkaklar hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Muhojirlar Zeya daryosi bo'yidagi kafeda ishlagan. Reyddan qochib suvga sakrab, qochib ketishga uringan. Yana bir ovqatlanish muassasasida ham tintuv o'tkazish paytida migratsiya qonunchiligini buzgan 3 nafar muhojir aniqlangan. Rossiyadagi musofirlar xursand bo'lsanglar bo'ladi, patent atmen. To'g'rirog'i, Vladimir Vladimirovich Putinga patentni atmen qilish kerak degan taklifni berishganida, o'ylab ko'ramiz degan gapni gapirdi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin rasmiy kanallar tarqatgan ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, 2027-yil 1-yanvardan boshlab patentni atmen qilib, uni o'rniga boshqa sistemani eksperiment qatori qo'llanishi mumkin ekan. Agar mabodo siz patentni atmen bo'lishini xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lib, videoni maksimal like bosib, repost bosib tarqatib qo'yinglar, ajomas patent atmen bo'lib ketsa. Samarada reydlardan so'ng 63 nafar migrantning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Omon va migratsiya xizmati xodimlari Samaradagi qurilish maydonchalarida reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida zarur hujjatlarsiz o'nlab chet elliklar aniqlandi. 4 nafar migrant noqonuniy ishlayotgani, yana 4 nafar rasmiy ro'yxatdan o'tmagani aniqlandi. Sud 1 nafar chet ellikni Rossiyadan deportatsiya qilishni buyurdi.
Reydlardan so'ng 63 nafar chet ellikning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Yana 16 kishi vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan deportatsiya qilindi. Noqonuniy mehnatdan foydalangan ish beruvchilar 8000 rublgacha jarimaga tortiladi va yoki 90 kungacha korxona faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va gap nima haqida ketayotganligini bilib olishingiz mumkin. O'zbek va tojik migrantlarga ushbu videoni ulashni unutmang. Не надо патентной системы для мигрантов. Надо подумать. Они мечтают превратить мигрантов в рабов вот таким образом. С 1 января 2027 года в России планируется масштабный эксперимент. Его будет проводить Министерство внутренних дел. Сейчас в России действует несколько параллельных механизмов привлечения иностранных работников. Наибольшей критике подвергается патентная система. Она якобы не позволяет государству должным образом контролировать приезжающих в Россию мигрантов. По данным МВД, на конец 2025 года по патенту в России работали примерно 2 миллиона 300 тысяч трудовых мигрантов. Это более 40% от общего числа находившихся на тот момент в России мигрантов. При оргнаборе трудовой мигрант гораздо сильнее будет привязан к работодателю. Это, пожалуй, самое серьезное изменение. Если эту систему внедрять, то даже не придется и документы отбирать, человек просто никуда не сможет уйти. Это просто организованное рабство, ничего кроме. Система эта работать не будет. Она провалится, потому что люди будут из рабства бежать, как они всегда. Bu videoni barcha Moskvada ishlaydiganlar ko'rsin. Men restoranga tushib qolman. Sababini bilgan Saxarvoga keldim. Men ko'rishlaring mumkin, Saxarvodaman. Xo'p. Mani bir oy oldin kartamga qanaqadir pul o'tkazma bo'lgan. Unaqa ko'p katta pul emas, kimdir adashib tashlagan. Keyin telefon qilganda men qaytarib obratga tashlaganman u pulni. Xo'p, hozir shuni hisobidan qanaqadir tekshiruv bo'lib, restr tushirib qo'yishgan mani. Hozir kelsam, restrni ochtiraman desam, "Korоче, sen shubhali operatsiya qilgansan. U boshqa davlatdan tushgan pul, shunaqa lekin Rossiya kartaga tashlaganman. Mana bankdan qog'oz olib kelib, anaqa qilganman. Ko'rsatdim. Yo'q, baribir qo'limga qog'oz berishdi. 15 kun ichiga chiqib ketdim. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Shu kim bo'lsa ham kartalaringga pul tayyorlasa ham unga atvet qaytarmanglar iloji boricha. Oxiri yaxshi bo'lmas ekan. Saxarvoda biza. Toshkent shahri Uchtepa tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi M.Ch.ni yollanma askarlikda aybdor deb topib, unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Sud hujjatlariga ko'ra, M.Ch. 2016-yilda tirikchilik qilish va pul topish maqsadida Rossiyaga yo'l olgan. U dastlab Orenburgda, keyin esa Rossiyaning turli hududlarida ishlab yurgan. Bir necha yildan so'ng u Moskva shahrida uysizlar uchun mo'ljallangan yotoqxonada yashay boshlagan. Hukmda qayd etilishicha, aynan shu yerda unga Rossiya Mudofaa vazirligi bilan harbiy xizmat shartnomasi tuzish va Ukrainadagi jangovar harakatlarda qatnashish taklif qilingan. Buning evaziga 2,1 million rubl bir martalik to'lov va'da qilingan. Tergov va sud materiallariga ko'ra, M.Ch. taklifga rozi bo'lib, Rossiya Mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolagan. U maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgach, o'qchi lavozimida Rossiya armiyasi tarkibida Ukraina hududiga yuborilgan. Jangovar harakatlar vaqtida dron hujumi oqibatida boshi va yelka qismiga askolkali jarohat olgan. Sog'aygach esa gospitaldan qochib ketgan va Moskvaga qaytib turli ishlar bilan shug'ullanib yurgan. 2025-yil noyabr oyida u Rossiyada ro'yxatdan o'tmasdan yashaganligi uchun politsiya tomonidan ushlanib O'zbekistonga deportatsiya qilingan. 2026-yil yanvar oyida Toshkentga qaytgach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar uning avval Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilib maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etganini aniqlagan. M.Ch.ga nisbatan sud guvohlari ko'rsatmalari, ekspertlar xulosalari, fotosuratlar va boshqa dalillarni har tomonlama baholab, ayblanuvchining Ukrainadagi qurolli mojaroda moddiy manfaat evaziga ishtirok etgani isbotlangan degan xulosaga keldi. Shu asosda uning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi yollanma askarlik deb kvalifikatsiya qilindi. Sud hukmiga ko'ra, M.Ch.ga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinib, jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tash belgilandi.